Aka-ukalar, ketib ketibdi jo'jani tomosha qilinglarchi. Joning sog' bo'lsin. Tarozida 5 kilo 200. Mana qoramali bu mana shu bo'ladi aka-ukalar. Joning sog' bo'lsin. Tomoshaga aka-ukalar. Joning sog' yerda mana oyoqlari. Kalligini qaranglar. Mana belini parlari. Biror bir joyda bir ortiqcha pati yo'qda buni. Joning sog' bo'lsin. Kalligini ham tomosha qilinglarda xo'rozni. Mana aka-ukalar xo'roz. To'y o'ynaydi Alloh xolasa bola. Choylarni urib, erkalatib yuriydi to'ychoq. Voy joningdan sana. O'zi shunaqangi turadi bola. Mana xo'roz. 5 kilo 200 tarozida. Mana aka-ukalar juda ko'pchilik tayyor so'rashyapti mana. Tarozida 4 kilo 600. Mana kallaylar. Oyoqlari mana kallaylar yaqinda. Belini parlar. Joning sog' bo'lsin. Bir hafta bo'ldi yutganim aka-ukalar. Buni olganman yutganda. Mana jo'ja. Mana bu ham tayyor. Dekabrda chiqqan qilanlik siyat. Tayyor. Tarozida 4 kilo 300. Formasini qaranglar. Mana pulga urishadigan so'rayman. 4 kilo 300 yomg'irda yog'dirib yuboradigan. Pulga kelishib bo'lsa beraman aka-ukalar. Ro'zani bitta tomosha qilib qo'yinglar o'zlari uchun. Qattiq kelib berib yuboradi. Karonalayindan joning sog' bo'lsin. Bilasizlar, hali 20 ta tashlab beraman. Kelib berib yuboradi. Bu jo'ja tomosha aka-ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar. Buni sotganim yo'q. O'g'lisi bir hafta 10 kunda urushadi. Tumshug'ini uchun almashtirib olgan. Yaqindan. Ishqiloviga bir hafta 10 kunligi bor. Jo'jani qaranglar aka-ukalar. Voy joningdan sana. Qattiq kelib beradi aka-ukalar. Martda chiqqan. 15-mart. Joningdan sana. Tomosha qilgan odamni miyasi dam oladi-da. Ha, joning sog' bo'lsin. Mana aka-ukalar 4 kilo 200 lik. Jo'ja tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Yomon aka-ukalar jo'ja. Joning sog' bo'lsin. Aka-ukalar jo'ja deysizlar. Sherigini Qirg'izistonga berodimi? Buni yomoni jo'jani. Kayf qilib o'ynayman deganlar, cheres taroz baravariga 4-5 millionni o'ynaydigan jo'jani. Voqea yotibdi, mana jo'ja. Joning sog' bo'lsin, mujik. Mana shunaqangi bo'ladi, tozasi. 4 kilo 200 tarozida aka-ukalar mana jo'ja. Pulga urushtiraman deganlar mana. Puli kelishsa, aka-ukalar makiyonni poshsholar. Bular jo'ja makiyon martda chiqqan, ikkalasi ham tug'yapti. Cho'pda to'laydi, bitta bostirib qo'yaman, chiqib bosib oladi. Bu suratda mana qurchoqlar aka-ukalar Fatima Zuhra bular. Endi makiyon bala beradi aka-ukalar, makiyonni ham gullarida bular. Haqiqiy pechati. Ko'zi, tumshug'i, panjasi bu beradi, pari. Kelib berdirib yuboradiganlar aka-ukalar. Yaxshi pul bu.